Yangi O'zbekiston tashqi siyosati, diplomatik aloqalar va protokol mavzusidagi amaliy davra suhbati Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universitetida bo'lib o'tdi. Unda O'zbekistonda Shanxay hamkorlik tashkiloti, xalq diplomatiyasi markazi mutaxassislari talabalar bilan muloqot o'tkazdi. O'zbekistonning zamonaviy tashqi siyosiy holati dunyoda va mintaqada shiddat bilan o'zgarayotgan vaziyat hamda mamlakat ichidagi keng ko'lamli o'zgarishlarga asoslanib shakllanmoqda. Davra suhbatida mamlakatimizning ushbu sohadagi tarixiy tajribasi, mustaqillik yillarida yurtimizning xorijiy davlatlar bilan diplomatik aloqalar o'rnatish bilan bog'liq masalalari atroflicha muhokama etildi. 92-yil men ilk marta yosh mutaxassis sifatida Tashqi ishlar vazirligiga kelib ish boshlagan paytimda vazirlik tizimida bor-yo'g'i 35 kishi faoliyat yuritar edi. Bugungi kunda vazirlik tizimida ishlayotgan xodimlar soni 450 dan oshdi. Mana bugungi kunga kelib O'zbekistonda 40 dan oshiq xorijiy davlatlar elchixonalari va xalqaro tashkilotlar vakolatxonalari o'zlarining qarorgohlarini ochib, shu yerda faoliyat yuritishyapti. Muloqot davomida talabalar haqiqiy diplomat bo'lishning asosiy talablari borasida tushunchaga ega bo'lishdi. Boshqa davlatni vakillari bilan suhbatga kirishganda til bilishi va ularni ko'ndira olish qobiliyatlari bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bular hammasi bizda rivojlangan bo'lsa, demak boshqa davlat vakillariga O'zbekiston nomidan chiqqanimizda albatta ular bilan aloqalar olib borishda bizda cheklovlar bo'lmaydi. Shuningdek, tadbirda xorijiy tashriflar va ularning farqlari to'g'risida keng qamrovli ma'lumotlar berildi. Shahnoza Haydar va Shohruh Toshnazarov, yoshlar.